Ko'pchilik telefon sotib olayotganida imeykadan o'tganmi o'tmagan bilmasdan sotib olib qo'yapti. Keyin qarasa imeykadan o'tmagan, bu telefon musor bo'lib qolyapti. Buni hozir qanday qilib imeykadan o'tgan o'tmaganini joyida tekshirib olishni o'rganamiz. Qaranglar, buning uchun qo'ng'iroqqa kirib, yulduzcha reshotka 06 reshotka qilamiz. Imeykalarimiz chiqib keladi. Ustiga bunday bosib tursangiz, kopirovat bo'ladi mana shu imeykani. Mana kopirovat bo'ldi. Bunday qilib Libo bitta brauzerga kirib, uzemail.uz deb chiqaradi. Mana shu saytni yozamiz. Keyin bu yerga imeykamizni qo'yamiz. Keyin tekshirishga bitta bosamiz. Menda tekshirmaydi, chunki men O'zbekistonning hududidan emasman. Sizda tekshirganda mana shu yerda yashil bo'lib chiqsa, imeykadan o'tgan bo'ladi. Agar qizil bo'lib chiqsa, imeykadan o'tmagan bo'ladi. Bu telefonni olib o'tirmang, musorga tashlab yuborasiz agar imeykadan o'tmagan bo'lsa. Shunaqa qilib tekshirsa bo'ladi. Lekin bu yerdan ro'yxatdan o'tkazsangiz ham bo'ladi. Mana ro'yxatdan o'tkazish deb qo'yibdi. Bu o'zingiz o'tkazsangiz bo'ladi degani. Ya'ni borib bir narsalar qilishni ishlatamiz. Mana shu onlayn o'zingiz o'tkazsangiz bo'ladi. Ajoyib reklama. Sizlarni Tingnakas degan Telegram kanalimga taklif qilaman. Mana shu kanal. Bu kanalda men har xil yangiliklarni ovozli tarzda yetkazib boraman. Agar qiziq bo'lsa, kirib ko'ring.